Ayol kishining hayz ko'rganda jinsiy aloqa qilish mumkinmi, mumkin emasmi? Meditsinada ham mumkin emas tasdiqlagan. Chunki hayz ko'rgan vaqtida ayol kishida diskomfort, ya'ni og'riq boshlanadi kindigdan pastida. Keyin kровотечение, qon ketish boshlanadi. Qonda bilasiz, infeksiya juda ham ko'p. O'sha vaqt qo'shilganingizda infeksiyani ushlashingiz mumkin. Неприятный запах, ya'ni badbo'y hid keladi. O'sha holatda ham mumkin emas. Keyin обострение скрытие infeksiya, ya'ni skrit infeksiyalar juda organizmda ko'p bo'ladi. Hayz boshlanganda o'sha infeksiyalar avjiga chiqadi. Siz qo'shilsangiz, srazu o'sha infeksiyani o'zingizga ushlaysiz. Ayol kishida sistit ham bo'lishi mumkin. Sistitin sabablaridan misol bakteriya. O'sha holatda qo'shilsangiz, sistit ham sizga yuqishi mumkin. Uretrit ko'pincha endi erkaklarda bo'ladi. Endometrit u женщин, ya'ni matkani ichida vоспаление, shamollashlar bor. O'sha holatda qo'shilsangiz, yana shamollashlari, vоспалениялari yana avjiga chiqishi mumkin. Mana shu uchun jinsiy aloqa qilish hayz ko'rgan vaqtida mumkin emas. Ehtiyot bo'linglar, umuman rezinka bilan ham, berezinka ham mumkin emas. Rahmat, sog' bo'ling.